Assalomu alaykum do'stlar. Hozir Viborgdan qaytyapman. Viborgsk shossida. Shahar ichi bilan o'tib ketmoqchiman. Primorskda, mana shu Viborg tomondan borganda Primorskda Diva Ostrov degan attraksion park bor ekan. Esinglarda bo'lsa, nechinchi yildir men bu raketa degan nimasi uzilib ketgan edi. Pastga tushib ketgan edi. Посетителям парка развлечений Дива Остров в Петербурге. Там сломался недавно установленный экстремальный аттракцион «Ракета». Прямо во время работы оборвался один из двух тросов, и металлическая конструкция вместе... O'sha parkka hozir kirib o'tib ketaman. Agar nima bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, bitta ikkitasiga uchib ko'raman. Qani nima, qanday bo'ladi, ashujina qanday bo'ladi. Umrimda birinchi marta unaqa attraksionga boryapman. Umuman uchib ko'rmaganman mana shu yoshimgacha attraksionda uchib ko'rmaganman. Endi mayda-chuyda parkchalarga uchganmiz-ku. Mana qanday chiroyli joylar ha. Laxta sentrga qarab kelyapmiz mana. Do'stlar, ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Laxta sentrning balandligi 462 metr. Ana shu uchigacha 462 metr. Mana do'stlar, 462 metrlik. Endi Peter bo'yicha bu eng baland buni, shu Rossiya bo'yicha ham eng baland buni bo'lsa kerak menimcha. Soyasiga keldik. O'sha simi uzilib ketgan raketa nomli attraksionga o'zimcha hozir katta do'q bilan, baland do'q bilan boryapman, uchaman deb. Lekin shu uzilib ketgan boyagi video xayolimdan ketmayapti. Aylanib yotibdi bu yerda. Bilmayman, boraylik qani ko'ramiz, qani do'q yetsa uchamiz. Mana o'sha attraksion do'stlar. Hozir oldiga boraman. Oldiga borib olaman, xudo xolasa. Do'qim yetsa minib ko'raman. Narxlarini bilmayman. Hozir mana kirib kelyapman. Umrimda birinchi bor bu parkka kelishim. Charxpalakka minmayman. Charxpalak chunki qiziq emas. Aynan meni qiziqtirgan narsa mana shu raketa degan attraksion bo'ladi. Hozir yoniga boramiz. Avval tomosha qilib ko'raman. Sirazu ucha olmayman chunki odamlarning bir hissiyotini birinchi tomosha qilaman. Ana undan keyin ko'ramiz. Lekin amerikanskiy gorkaga uchaman baribir. Qo'rqsam ham uchaman, farqi yo'q. 700 rublga bilet oldim. Mana bu Cook amerikanskiy gorkaga. Ashushinani o'zlaring ko'rasizlar, bilmayman. Videoga olishga harakat qilaman. Olsam oldim, agar mumkin bo'lsa, mumkin bo'lmasa bilmadim endi. O'sha tomondan menilar ekan. Va raketani qaranglar. Вообще raketaga chiqishga do'qib yetmadi. Hozircha gorkaga oldim. Ko'ramiz, может chiqib qolishi mumkin. Wow. Lekin mazza bo'lsa kerak, hozir buni ko'raman. Hozir kelishini bilaman. Короче, do'stlar, men bunga uchib ko'rmoqchiman. 1,5 rubl ekan, просто hozir kelib tomosha qilib ko'ray dedim, keyin uchaman.
Eng qimmati mana shu ekan, 1,5 ming rubl ekan. Voh! Hozir bunga uchib ko'raman. Proba qilib ko'raman, qani. Beli top keladi, ketdi. Короче, mana 1,5 ming rubl ekan. Mana bu qizil, qalginchak. Lekin yomon qo'rqinchli, qo'rqyapman lekin. Strashni qandaydir. Bachalar mazza qilyapti, qarang. Mana keldim, mana shu yerda bitta naparnik topib olishim kerak. Mana men naparnigim mana shu qizcha bo'ladi. Bu ham bir kishi kutib o'tirgan ekan. Voh! Muazzam. Mana shu qizcha bilan uchaman, otasi. Короче, hozir birovda mana shu otasidan iltimos qilamiz, videoga olib turing biza deb. Ya, obattalab turinglar. Wow. Просто bomba. Eng zo'ri mana shu bo'ldi desam bo'ladi. Eng zo'ri. Ha. Eng zo'ri ana shu bo'ldi. Bilmayman, hozir mana raketaga bilet oldim. 1400 ekan raketa. Hozir raketada uchaman endi. Oxirgisi shu raketa, bilmayman. Tros uzilib ketgan-ku. O'sha xayolimda aylanib yotibdi ham. Lekin bilmadim endi. Alloh o'zi yor bo'lsin. Duo qilib turinglar. Ilyos hozir mana shunga chiqadi. Nima bo'lsa bo'ldi. Allohga tavakkal. Bilet olganman. Nima bo'lsa bo'ldi. Mana raketasiga chiqdik. Вот мой напарник. Помогите! Братка, убирай, сейчас будет крутить. Я держу, нормально. Три минуты говорит, да, зачем было? А мы еще висеть будем. Да. Просто eng qo'rqinchlisi mana shu ekan. Страшно. Жестко. С моей массы на ускорение. Настоящая ракета. Вот. Ты что, меня сейчас кинешь? Хорошо, брат, да. Если у меня зарядки хватает. Слушай, это 40 метров, там еще бустер 50 есть. Да. У меня следующий, кстати. Какой такой, капец. Нормально. Ну за одного нормально, но двоих дорого. Ну. Зала. Ты не миллиардер, чтобы такой покупаться. Это да, это да. Gazprom Arena. Нам надо. Mana bunda ham katatsiya qildim boya. Класс. Сейчас пойдем. 700 so'm. Ana qizil 1,5 ming so'm. Bu 1400 so'm raketa. Общий
2900, 3600 bo'ldi. Uchalasi 3600 rubl bo'ldi. O'zi eng qizig'i mana shu uchalasi ekan. Uchalasiga uchsalaring o'zi qolganiga uchmasalaring bo'laveradi. 5000 rubl kiyib ketish, 3 ta attraksion va ovqatlanishingizga ham yetadi. Voy, mazza qilyapti mana bular. Просто mazza qilyapti. Oh. Baribir Allohning yeri yaxshi. Yerga yetmaydi. Yerda odam o'zini erkin his qiladi. Hammaga katta rahmat. 3600 ga 3 ta attraksion bo'ldi.